Oborib arpani bersangiz, o qaramasdan bu tomonga burilib kelsa, u chopmaydi u ot. Jemini vaqti bo'lgandan keyin shu ot kishnab qoziqqa aylanishi kerak. Ana shu ko'k bor ekan, mana shunday yengil uloq ayiradi. Oti 8 kilodan, 7 kilodan, 6 kilodan ziyod berish kerak emas otga. Oti arpa bosadi. Men buni hammasini ko'rdim. Hammasini berib ko'rdim. Bir ot malla otim bor edi, 7 kilo arpa yer edi, to'y kuniga ham 7 kilo arpa yer edi shu ot. Kechgacha uloq ayirsam charchamas edi. Badani qattiq ot bo'lsa, qo'rada yaxshi ketadi. Uloq ayiradi. Bir xil otlar gavdasi bo'lgan bilan badani bo'sh, so'luq ketaveradi, ot bo'lmaydi u. Keyin ikkinchi g'ayrat, uchinchi aql. Shu uchovi bor ot uloq ayrilsa, iloji uloq ayiradi. Yaxshi ot, aqlli ot uloqni xuddi chavag'anda bilib oladi, to'nib oladi. Shu uloq tekandan keyin xuddi mana shu shabon qanday bekitib haydaydi, ana shunda haydaydi. Uloqni ayirang deydi. Mana shu malla otim bor edi meni, bir ko'zi ko'r bo'ldi. Bir to'yda bordik, qo'li chavag'an qo'shib, uzib uloqni tortib oldi. Ko'rmay qoldi. Otni shunda uyalganini o'z ko'zim bilan ko'rib o'tirdim shu mallani. Shunda uyalib yerga qarab shuna bo'lib qoldi. Ikkinchi uloqda olgandan keyin xuddi yashinday aynalib chiqib ketdi. Shundan keyin uloqni oldirmadi. Ot biladi uloqni. Uloqchi ot bor. Uloqsiz ot bor. Aqlli ot, g'ayratli ot, orli ot uloqni biladi. Uloqni agarga chiqargandan keyin qutulib ayiradi. Ayrang deb g'ayrat qiladi. Ko'pkari ishqibozlari va chavandozlar orasida shunday gap bor. Hasan bobo parvarishlagan har qanday ot albatta uloq ayiradi. Tajribali otboz uzoq yillar davomida ko'pkarilarda el orini olgan ko'plab otlarni yetishtirdi. Uning otlarini ko'plab nomdor chavandozlar havas qilib minib, katta sovrinlar ayirdi, el olqishiga sazovor ham bo'ldi. Hozirda yulduz va qirg'iz zotidan bo'lgan Altay laqabli otlarni ko'pkariga tayyorlayapti. Qayerlarga bordingiz ko'pkarining orqasidan? Eng uzoqim Toshqo'rg'onga bordim. Samarqand tog'ini buyog'iga bir o'zim bordim, bir o'zim. Bir chilotim bor edi, Qarzaqti balasi. Ana shu bilan 4 kun yurdim shu yoqqa. Keyin mana bu Minchoqdagi eshonlar borgan ekan, Darbanddan borgan ekan odamlar. Shular bilan qo'shilib 4 kun yurdim. Shu zoti yarmini Surxondaryoni oti ayirdi, yarmini Qashqadaryoni oti ayirdi. 4 ta to'yda. Qarang, endi siz shu paytgacha ko'rgan eng zo'r 3 ta ot sanab bering qani va nima uchun? Tanka, Eshonqul bobo Darbanddan bor. U kishi Uvaz degan oti bor edi. U eng zo'r otlardan. Keyin mana bu To'raba hojilar sayrobda